Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kapital Bank bo'yicha avtomobillarni sotib turibmiz. Asosan Kapital Bank bilan hamkorlikda avtomobillarimizni kreditga chiqarib berib turdik. Endilikda sizlarga zo'r taklif bo'ldi Kapital Bank tomonidan. Ya'ni sizlar avtomobilni ana pulidan 20% ni beradigan bo'lsangizlar, oldingi to'lovini 20% ni beradigan bo'lsangizlar, misoli 200 milyonluk mashin bo'ladigan bo'lsa, 20%i 40 milyon so'm pul bo'ladi. 40 milyon so'm pul berasizlar. Misol uchun 200 milyonluk mashina 24% dan chiqadi, yillik foizi. O'zi 28% dan berib o'tirdik. Oldindan 10% to'lov to'laydigan bo'lsangizlar, 28% dan chiqadi. Yoki bo'lmasam oldindan 20% beradigan bo'lsangizlar, 24% dan chiqadi. Avtomobilimiz Tracker Premier'imizni yana hisoblab beramiz. Sotuvda turibdi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier. Propan gazlari bor, pokoleniya 12.000 km yurgan, kraskalari toza Premier. 225 milyon so'm o'zining tan narxi do'stlar. Agarda sizlar oldindan 10% to'lovini, ya'ni 42 milyon 700 ming so'm bersangizlar, 6 milyon 700 ming so'mdan 28% dan chiqib turibdi. Agarda sizlar 20% to'lovini oldindan beradigan bo'lsangizlar, ya'ni 64 milyon so'm pul oladi, 20%i 64 milyon so'm ana puldan kiradi. Oldindan to'laydigan to'lovlaringiz oylik to'lovi 5 milyon 500 ming so'mdan chiqadi. 5 milyon 500 ming so'mdan chiqadi. Ya'ni 24% dan chiqadi. 5 yil muddatda yillik общий to'lov o'zgarmaydi, 24% dan chiqadi. 5 yil muddatda 6 yil 7 yil emas, 5 yilga chiqadi. 28% dan sozlar ham 5 yilga, 24% dan sozlar ham 5 yil muddatda chiqarib beramiz. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bundan ana 20% to'lovini berib, nafaqat Tracker, hamma mashinalarimizni chiqarib beramiz. 2018-yildan boshlab 2025-yilgacha bo'lgan avtomobillarni 24% dan endilikda xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Kutib qolamiz. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz avtomobillarimizni. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtomarketda turadi mashinalarimiz. Rahmat.